Assalomu alaykum gaz ballon kuzatuvchilari. Mana Selxozdagi filialimizdamiz. Bu filialimizda har doim gaz ballon metan propan o'rnatib berardik. Hozir kichkinagina yangilik qo'shdik okalarimiz uchun. Endi bizga kelsanglar faqat gaz ballon emas, balkim avtoshinalarni ham bo'lib to'lashga bemalol xarid qilishingiz mumkin bitta pasport evaziga. Shartlari shu mashinaning egasi yoki gendavernis bo'yicha egasi kelsa bo'ldi. Ko'ryapsizlar, assortiment qilib qo'yganmiz. Hammasi sezonniy, yangi, yumshoq ballonlar. Hozirgi mana bitta Cobalt mashinamizga taqib berdik, yangi. Ko'rishingiz mumkin, hammasi idealniy bo'ladi. Biz klientlarimiz, paketchilarimiz uchun o'rnatib berish, balansirovka xizmatlarini bonusiga besplatni qilib qo'yganmiz. Kelsanglar bo'lib to'lashga bemalol o'rnatib kelsanglar bo'ladi. Bilasizlar, yangi mashina olsanglar, jeng mashinalarda ballonlar ham o'zini radno yaxshi chiqmaydi. Bizga kelsanglar yoki metan yoki propan qo'shimchasiga ballon xarid qilib bo'lib to'lashga olsanglar ham bo'ladi. Bu videoni gaz ballon, metan propan yoki avtoshina ballonlarini qo'ymoqchi yoki bo'lib to'lashga qidirayotgan do'stlarga jo'natib qo'ysizlar, kelsa idealni qilib qo'yib beramiz. Bu videoga like bosishni unutmanglar, hammani kutib qolamiz.